hammada bittada o'xshab chiqadigan kifsini garnir va souslar bilan birgalikda tayyorlaymiz. Barcha kerakli mahsulotlarni Korzinka Go ilovasidan buyurtma qilib oldim. Agar siz ham bo'sh texnikalarni yutib olmoqchi bo'lsangiz, 19-aprelgacha ulguring. Maggi ziravorlarni xarid qilib, ular bilan taom pishirib, Instagramga joylang va Korzinka Go'ni belgilab qo'ying. Siz ham ishtirok etib, omadingizni sinab ko'ring. Tovuq fidelarini ko'rib turganingizdek uzunchoq qilib to'g'rab, suv, tuxum va maggi ziravorlardan qo'shib 1 soatga aralashtirib qo'yamiz. Garnir uchun kartoshkalarimizni to'g'rab, maggidan aynan kartoshka po-derivenskiy uchun mo'ljallangan ziravorlardan qo'shamiz va ozgina yog' solib aralashtirib, gaz duxovkamizga 200 gradusga 30 daqiqaga yuboramiz. Bu orada un va kraxmalimizni aralashtirib, marinadlangan kifsilarimizni ularga botirib, yog'da qizartirib pishirib olamiz. Endi tartar sousini tayyorlaymiz. Buning uchun smetanamizga maggini maxsus sous uchun mo'ljallangan ziravorlarni qo'shib aralashtirsak, mazali sousimiz tayyor. Hammasi juda ham oson va mazali chiqadi. Oling, siz ham yeb ko'ring.